Amira ismini shunchaki malika deb o'ylasangiz adashasiz. Bu ism ostida aslida qanday po'latdek iroda va nozik qalb yashiringanini bilasizmi? Amira arab tilidan olingan bo'lib, buyruq beruvchi, yetakchi va farovon yashovchi degan ma'nolarni anglatadi. Tarixda u nafaqat oliy nasab ayollar, balki jasur va zakovatli rahbarlar ramzi bo'lgan. Psixologik nuqtai nazardan Amira ismli ayollar tug'ma liderlik qobiliyatiga ega. Ularning birinchi o'ziga xosligi bu sadoqat, ikkinchisi o'ta kuchli sezgi va intuitsiya. Ular vaziyatni va insonlarni bir qarashda tushunib oladilar. Sirli fakt shundaki, Amira tashqaridan mag'rur va mustaqil ko'rinsa-da, qalbida juda nozik va himoyaga muhtoj qizaloq yashaydi. U faqat o'zi ishongan insongagina o'zining zaif tomonlarini ko'rsata oladi. Agar sizning hayotingizda Amira bo'lsa, bilingki, siz haqiqiy xazinaga egasiz. Ushbu videoni o'sha qadrli va go'zal Amiraga yuboring.